asosida jismoniy shaxsga Agentlik chiqarganmiz, fuqaroga chiqarganmiz. kichik biznes. Masalan, yuridik shaxslarga chekana biznes. Shunda hozir mikroqarzlaringiz bor, ishlaydigan, ishlamaydigan. Ishlaydiganlarga kafillik asosida 100 milliongacha bo'ladi. Yaqinda yangilik shu. Ishlaydiganlarga 100 million. Ilgari biz qanaqa paytda bir oy oldin 50 milliongacha edi. Hozir 100 milliongacha. Faqat kafillik asosida. Sug'urta asosida ham beramiz. Foizni-chi? Foizlari 25% dan boshlanadi. 5 yil muddatgacha yillik qo'shgan sari 1% dan oshib boradi. 1 yilligi 25, 2 yilligi 26, 3 yilligi 27 tushundirilgan. Endi ishlamaydiganlarga alohida, ishlamaydiganlarga ekspress mikroqarzimiz bor. Ta'minot bu ham minimumi 30 milliondan boshlab 100 milliongacha maksimum. Bu ham 5 yil muddatgacha faqat foizi 26 dan boshlanadi. 1 yilligi 26, 2 yilligi 27, 3 yilligi 28. Bu shunga ketadi. 5 yil muddatgacha bir foizdan qo'shiladi. Savol bor, maylimi? Qarang, o'sha kredit berilayotgan kreditlarda imtiyozli davr qancha? Imtiyoz davri hozir asosan mikroqarzlarga imtiyoz davri bermayapmiz. Sababi bir xilda to'lash, annuitetni differensial. Imtiyoz davri bor, 6 oy muddatgacha imtiyoz davri bor. Bu arizasida ko'rsatsa, o'zi xohlamaydi. Mikroqarz olayotganlar annuitetni holatda to'lasa imtiyoz davri bermaymiz. Chunki ta'minot qaytariladi. Keyin sochib beriladi. O'sha misol 2 million aytsam 1 million